Navbatdagi yaqinlar, hammaga assalomu alaykum. Men hozir Xorvatiyaning poytaxti Zagreb shahridaman. Soat ertalab 7:30. Zagrebga yetib kelganimga yarim soat bo'ldi. Paduvadan yarim kechasi soat 1:30 da yo'lga chiqqan edim. 400 kilometr avtobusda yo'l yurdik va hozir men Zagreb shahrining markazida turibman. Bugun Zagreb shahrida aylanaman. Ertaga Xudo xohlasa o'zimiz kelgan yo'nalishda ortga qarab yuramiz. Va Sloveniyaning poytaxti Lyublyana shahrida bir kun to'xtab o'taman. Undan keyin yana bitta lokatsiyamiz bor. Xullas shunaqa qilib 3 kun Xorvatiya va Sloveniya davlatlarining ichida sayohat bo'ladi. O'zi buni oldinroq rejalashtirmagandim. Oxirgi haftani ichida qayergadir aylanishga borishim kerak bo'lib qoldi va shu davlatda yaxshi variant bo'lib ko'rindi ko'zimga. Shu maydonda bozor bo'ladi. Asosiy bozor bo'ladigan kuni shanba kuni ertalab ekan. Va aynan hozir ko'rib turibsizlar, o'zimizga o'xshagan bozorlar. Zinadan tepaga chiqsangiz, bu yoqda sizni mana shu onaxon kutib olar ekanlar. Boshlarida savatlari bor. Bu narsani men oldin ko'rar edim. Yoshlik paytim shunaqangi ko'chadan ayollar boshiga tog'ora qo'yib o'tib qolar edi, har xilda qayerdadir to'y maraka bo'lib qolsa. Buvim tengi ayollarda ko'rganman, lekin onam tengilarda ko'rmaganman. Bularda ham hozir yo'q, lekin qachonlardir shunaqangi boshiga savat yoki tog'ora qo'yib olib yurish bo'lgan ekan. Bu yoqqa to'g'ri yurib kelinadigan bo'lsa, bozor aslida shu yoqda bo'lishi kerak edi. Lekin nimagadir hamma yoq bo'm-bo'sh. Men o'sha pastdagi bozorni bu yoqda bo'ladi deb o'ylagan edim. Chunki men ko'rgan videolarda shunaqa edi. Lekin ko'rib turibsizlar, mana hech kim yo'q. Bozorning usti yopiq qismi ham bor ekan. Bu yoqda ham asosan go'sht mahsulotlari, meva-cheva. Bu Zagreb cherkovi, ko'rib turganingizdek remont qilishyapti buni. Hamma yog'ini o'rab olishgan lesalar bilan. Qiziq tarafi, bu bino 11-asrda qurilgan va 13-asrda mo'g'ullar buni deyarli buzib tashlagan ekan, keyin qaytadan qurishgan. Qiziq tarafi, mo'g'ullar shu yoqqacha yetib kelishgan. Sog' bo'ling. Tashqaridagi haykalning rasmlari mana bu yerda bo'ladi. Boshlariga savat qo'yib olib, tozalab turibdi. Nonushta qilib oldim. Endi bizda keyingi manzil Nikola Tesla muzeyi bo'ladi. Yomon tarafi, hozir muzeyga borib yana shu joyga qaytib kelaman. Chunki bu yoqda ko'riladigan narsalar bor. Lekin bugun shanba bo'lganligi uchun muzey faqatgina obedgacha ishlaydi. Borib ulgurish kerak, ko'rib chiqishga. Tramvayda ketamiz. Bu yoqda tramvayda bir martalik tramvayda bu yoqda har xil biletlar bor. Yarim soatlik, 1 soatlik, 1,5 soatlik. Narxlari 53 sent, 1.33 va 1.99 agar adashmayotgan bo'lsam. Va bundan tashqari kechki paytda narxlar o'zgaradi, ozgina qimmatlashadi. Bilet talabalar uchun 6 euro va boshqalar uchun 7 euro. 60 yoshdan oshganlarga va bolalar uchun ham 6 eurodan. Bu ko'rib turganingizlar o't o'chiradigan mashina ekan. Bu yoqda keyingi avlodlar. Bu yoqda undan ham keyingilar. Shu zal boshidan oxirigacha
hammasi har xil motorlar. Yog'i suv tegirmonlaridan boshlandi. Bu dvigatellari oxiri keyin bu yoqda yoni dvigatelgacha yetib keldi. Bu Fiat tanki ekan, Italiyada chiqarilgan. Mana bu Italiyada chiqarilgan traktor. Farqi bor. O'xshaydi, juda bir-biriga. Mana bu Mercedes-Benz 1926-yilda chiqqan. Italiyada chiqqan suv osti kemasi. Renault Fransiyaniki. Bu ham 1926-yilda chiqqan. Bu Volkswagen qo'ng'izcha. Bu ikkalasi Audi. Beriroqqa Maseratini qo'yib qo'yishibdi. 2005-yil chiqqan. Buni minsa bo'ladi bemalol. Shu odam Nikolay Tesla. Mana shu muzey shu odamni nomiga qo'yilgan. Bu odam shu yerda tug'ilgan, keyinchalik Amerikada ish qilgan. Bu yoqda xolodilnik, gaz, pitov texnikada xullas. Aytda ichida xolodilnikda shishalar qolib ketibdi. Bu zalda hammasi yer ag'daradigan omochlar. Keyin bu yoqda xarita bor. Qaysi joyda qanaqangi omoch ishlatilgan. Xo'p, mana shu O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, bizdagina indiyskiy plak deb yozib qo'yibdi. Xo'p, bu velosipedni mayli amallab minishgandir, lekin mana bunisini minish uchun mayli. Bu muzeyda sun'iy yaratilgan shaxta ham bor edi. Shu shaxtaga tushib ko'rmoqchi edim, lekin unga tushish uchun faqat gidlar bilan tushish kerak ekan. Haftaning oxirgi kunlari faqat bir marta soat 12 da. Boshqa kunlari 2 marta gidlar bilan birga shunaqangi tur tashkil qilinar ekan bu yoqda. Lekin men hozir ketishim kerak, 12 ga hali ancha bor. Shuning uchun hozir o'sha shaxtaga kira olmas ekanman. O'zi eng qiziq joylardan bittasi ham o'sha shaxta. Mana shu men aytgan shaxta bo'lsa kerak, adashmasam. Yo'qni bekitib qo'yishgan. Muzeydan chiqib hozir bir narsani o'ylab qoldim. Odamzod bir paytlari faqat shu qornini to'qlash uchun hayvonot qilib yurgan. Keyin mana ko'rdinglar, shuncha narsani o'ylab topib hozirgi holatiga yetib keldi-da. Hozir bir-birini ustiga bomba tashlaydi, bir-biriga urush qiladi. Bular bo'lmas arzimas sababida bir-birini o'ldiradi. Odam hayron qolasan shunaqa narsalarni o'ylasang. Kelgan joyimga qaytib keldim men. Mana odam ancha ko'payib qopti hozir. O'zi o'sha kelgan paytim ozgina vaqtda ekan. Shuncha odam kam bo'lgan ekan. Hozir mana ko'rib turibsizlar, hamma yoq odam.
keyin bitta e'tibor bergan narsam, bu yoqda odamlar kam gapirar ekan, gapirsa ham pastroq ovozda gapirar ekan. Bu yoqda gapirishyapti, unchalik ham shovqin emas. Agar Italiyada masalan shuncha odam bir-biriga gapiradigan bo'lsa, bundan ko'ra ancha shovqinliroq bo'ladi. Biz hozir qaraylik mana tunnelga kirib kelyapmiz. Bu tunnelda Ikkinchi jahon urushida bombalardan saqlanish uchun qurilgan. Bu tunnellar katta ehtimol bilan yashinib hujumga o'tish uchun, pistirma uchun qilingan bo'lsa kerak. Mana bu ichkariga kirgan joylar. Shu yerda yashinib turib, birdaniga chiqib kelish mumkin. To'g'rida nimalardir bor, o'tish mumkin emaslik. Hozir ko'rmayapsizlarga, lekin bu yoqda shu tunnelni davomi bor. Faqat yo'qqa o'tish mumkin emas. Bu yoqda buni ham turibdi. Oxiri tugaydi. Tupik oxiri. Bu ham shu menimcha katta ehtimol bilan shu dushmanni nima qilish uchun, tuzoqqa tushirish uchun bo'lsa kerak. Agar bu yoqda chiroqlarni o'chirib qo'yiladigan bo'lsa, o'zini olib tashlab boshqalarga dahshat bo'ladi. Hamma men tarafga qarab kelyapti. Значит, men teskari tarafdan kiraman. Hammaga teskari qarab yuraman hozir. Bu yoq kengroq ekan. O'rta qismi. Yana bu yoq torayishni boshlaydi naryoqda. Bu o'sha tunneldan chiqadigan joy yoki kiradigan joy, farqi yo'q. Bu yog'i shaharning boshqa qismi. Buni qaranglar endi. Oxiri ko'rinmaydi-ku buni. Va nihoyat. Atayin shu binoni ko'rishga kelsam, o'rab olishibdi mana. Mahol endi bu. Qani mehmonning hurmati. Barabar bir yo'lni qilib aylanib o'tib, bu yoqdan to'g'risidan chiqdik o'sha joyi. Hamma yoqda qurilish mana to'sib tashlangan. Kran, konteyner, balobatlarlar. Soat 12da xuddi mana shu joydan zambarakda o'q otiladi. Hozir bitta gid aytib turibdi. Mana shu odam kuniga 25 minut ishlaydi va o'shanga 900 euro oladi oyiga. Qiladigan ishi shu, kelib kuniga bir marta zambarakni o'qlab, bir marta otib ketadi. Soat 12da bo'ldi, boshqa ish yo'q. Ko'rdinglar mana, eshitdinglar. Hozir rosa baland ekan.
O'zim video hozir qarab ko'rdim, qo'lim yaxshigina qimirlab ketibdi. O'zimga sezilgan yo'q edi. Buni aytmasam bilsanglar kerak. Shu yoqqa qush bog'lab nima shunaqa niyat qilib ketishadi, yaxshi ko'rishganlar. Xorvatiya Milliy teatr binosi. Chiroyli bino ekan. Men hali mehmonxonaga joylashganim yo'q. Borib kamida narsalarni tashlab kelishim kerak. Ozgina dam olish yana ham yaxshiroq variant bo'lar edi. Keyin ko'ramiz. Boriladigan joylarni o'z ko'piga borib ham bo'ldim hozirgacha. Odam kamlik vaqti ancha foyda berdi. Bemalol borib keldim. Ko'chalarda yursanglar, mana bunaqa uylarni ko'p ko'rasizlar. Seri hech qanaqangi bir dizayni boshqacha emas, bir o'ziga xosligi yo'q. Shunday korobkaga o'xshaydi. Shular qanaqadir Sovet ittifoqi paytida qurilgan Toshkentdagi domlarni atmosferasini beryapti. Shunaqangi binolar ko'p ekan. Men o'sha shaharga kirayotgan payt hayron qoldim. Shaharning chetroq qismida bundan ham ko'p edi. Ko'rinishidan o'zimiz shashlikdan nonga o'xshar ekan. Ko'ramiz endi tam qanaqa ekan. Xona o'zi asli 6 kishilik, lekin 3tasi bo'sh, 3tasida odam bor. Hozircha bitta o'zim. Zagrebdan xayrli tong. Zerikib qolmadilar degan umiddaman. Men hozir Zagrebdagi avtobus bekatidaman. Soat 7, yarim soatdan keyin Lyublyanaga qarab yo'lga chiqamiz. 2 soatlik yo'l. Menga bitta yoqmagan tarafi bu yoqda hech qanaqangi belgilar yo'q. Avtobus qayerga kelib to'xtash haqida. O'zimni avtobusimni qidirdim, hali topa olmadim. Lekin Flixbus'ning o'zini ilovasidan qarasa, avtobus stansiyada ko'rsatyapti. Avtobus topildi. Bitta shopirdan so'ragandim. 305-joyga keladi degandi, lekin 306 ga keldi. Qancha hushyorroq bo'lish kerak, imkon qadar vaqtroq kelish kerak, yotqizib olmaslik uchun. Lyublyanaga yetib keldim, soat 9:30. Xo'p, mana shu sizlar ko'rib turgan velosipedlar hammasi bike sharing uchun qilingan. Ya'ni shu kimgadir velosiped kerak bo'lsa bemalol olib ishlatsa bo'ladi. 1 yillik to'lov 3 euro, 1 haftalik to'lov 1 euro. 1 soat velosipedni minishdi ekan. 1 soatdan oshadiganiga soatiga 2 eurodan boshlab pul to'lanadi. 1 soatliga tekin. Masalan, 1 soat minib bo'lgandan keyin qatqadir qo'yib, boshqasini olib minib ketsa bo'ladi. Hozir buni olib bittasini men shahar markaziga boraman. Hozir avtobus stansiyasini oldida turibman. Velosipedlarning hammasining o'zining nomeri bor. Shu kerak bo'lgan, sizga kerak bo'lgan velosiped tanlab mana bu mana bossa ochiladi. Xo'p, prilojeniyada hamma o'sha nomeri bilan qo'yilgan velosipedlarni reytingi ham bor ekan. Qaysi velosiped qanaqa ahvoldaligini o'sha reytinglarni o'qib bilsangiz bo'ladi. Ketdik, endi sinab ko'ramiz. Hop, 7 minut yetib kelman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqdagilar ham shu parkovka qilsa bo'ladigan joy. Olib kelib joyiga qo'yasizlar va hech qanaqangi ishtiroq bo'lmasligi kerak. Shuning uchun har joyga qo'yib ketib bo'lmaydi, o'sha o'zlarini parkovkasiga qo'yilishi kerak. Hozir
Ljublyanani markaziy maydonidamiz. Bu Prezren yo'q, Prezren. To'g'ri aytdim menimcha, Prezrenning haykali. Hozir mana shu cherkovning ichiga kirmoqchi edim. Eshikni ochsam, ichkari to'la odam. Bugun yakshanba. Bular o'zlarining ibodatlarini qilyapti ekan, o'shaning uchun kirmay qo'ya qoldim. Yana yo'limiz tushsa kirib o'tamiz, bo'lmasa yo'q. Qaranglar, o'sha Sloveniya bayrog'i. Mana bu taxlanib qolgan ham Sloveniya bayrog'i. To'g'ridagi ham Sloveniya bayrog'i. Lekin bu yoqda Serbiya bayrog'ini nima qilyaptimi? Hayronman. Ko'chalarni o'zinglar ko'ringlar. Hamma yog'ini videoga olsa bo'ladi. Hamma yoq chiroyli. Qaysi tarafdan video olishni bilmaydi odam. Hozir shu men turgan joydan tur boshlanadi. Walking tour. Gidlari bilan o'zlari Ljublyanani o'sha mashhur joylar bilan tanishtirishadi va bu har kun o'tkaziladigan tur, yiliga 365 kun va mutlaqo tekin. Turni boshladik. Bizda men sizlarga aytgan o'sha 2 soatlik tur tugadi. Tugaganiga anchayin bo'lib qoldi. Men kirib olib chiqdim. Hop, endi turda nimalar bo'lgani bilan, nimalar haqida bizga aytishganini sizlarga aytib beraman. Hop, orqamdagi haykal sizlarga ko'rsatganim haliginda Prezrenning haykali. Bu shu slovenlarning xalq shoiri bo'lgan ekan. Va bu Prezren Julia ismli bitta qizni yaxshi ko'rgan. Va Julia degan qiz badavlat oiladan bo'lgan va bu yozuvchini, shoirni yaxshi ko'rmagan. Ko'rib turibsizlar, mana bu uzoqqa qarab turibdi. Ya'ni o'sha qizga qizni ham ko'rsanglar bo'ladi hattoki. Ko'rib turibsizlar, lekin qiz bu shoirga qaytib qaramayapti, boshqa joyga qarab turibdi. Aynan shu joyga bu haykalning o'rnatilinishi qiz mana shu joydagi uyda yashagan ekan. Bu uy ham shunaqangi qadimiy uy ekan. Triple bridge, ya'ni 3 talik ko'prik. Bu asosiy ko'prik va ikkala chetki tarafda yana bittadan ko'prik qurilgan. O'shaning uchun 3 talik ko'prik deyiladi. To'g'ridagi tepamizdagi Ljublana qasri. Bitta narsaga e'tibor beraman aka. Mana shu markaziy maydonda haykalning orqasidagi bino apteka ekan. Bu Ljublyanani bozori. Bu yoqda har kuni bozor bo'ladi. Faqat yakshanba kuni emas. Bugun yakshanba, o'shaning uchun hamma yoq bo'm-bo'sh. Bu haykallar Odam Ato va Momo Havoni haykali ekan. Va buni orqasidagi ko'prik Sevgi ko'prigi deyilar ekan. O'zi Butcher's Bridge deb yozishadi. Shunaqangi nom, menimcha official nomi shunaqa. Ya'ni rasmiy nomi Qassoblar ko'prigi. Lekin ramziy ma'noda Sevgi ko'prigi deyishar ekan, chunki o'sha Odam Atoni va Momo Havoni haykali va mana bu qulflar
yo'lda ko'rsada bo'ladi. Daryoda suzib aylanish mumkin. Xo'p, o'zimiz mavzuga qaytamiz. Ko'prik boshidan oxirigacha qulf ilib tashlangan. Va bu tarafda ham xuddi shunaqa. Bitta narsa, hozir mana o'tib ketgan o'sha qayiqlarda suzish. Buni yozib qo'yibdi mana, 15 euro yosh kattalar uchun, yosh kichkinalar uchun 8 euro. Bu o'zi aslida faqat bitta agentlik yoki bitta kompaniya emas, har xil kompaniyalar bor ekan, shunaqangi dengizda sayyohlarni aylantirib ish yuritadigan, lekin shahar bularga hammasiga bir xil narx qo'ygan ekan, ya'ni bundan baland qilib qo'yish yoki bundan arzon qilib qo'yish mumkin emas. Hamma bir xil standart narxda faoliyat yuritadi. Velosiped quvsaryapti. Xo'p, keyingi ko'prigimizga keldik. Bu Ajdarho ko'prigi. Ko'rsanglar, buni boshi va oxirida ikkala tarafida ham bittadan ajdarho bor. Hammasi bu 4 ta ajdarho. Buni Ajdarho ko'prigi deyilishiga sabab Lyublyana shahrining ramzi ajdarho, ya'ni Lyublyana shahrini ajdarho qo'riqlaydi degan rivoyatlar bor ekan. Va bundan tashqari, balki ko'pchilik ko'rgandir, Yason va Argonavtlar degan kinoda bormi yo'qmi bu joyi bilmadim, lekin o'sha mifologiyani originalida shunaqa ekanki, Yason ajdarho bilan urushar ekan va o'sha narsa shu Lyublyana shahrida bo'lar ekan. Endi to'g'ri, u paytda Lyublyana shahri bo'lmagan bo'lishi mumkin, mifologiya yaratilgan paytda, lekin taxminan shu Lyublyana shahrida Sloveniya yerlarida bo'lib o'tgan voqealar ekan. O'sha Yasonni ajdarho bilan urushishi. Bu Sant Nikolas cherkovi, lekin u yoqdagi joyga yozib qo'yishibdi, turistlar kirmasin deb. Ko'rib turibsizlar, bu yoqlarni tayyorlashyapti kechki ovqatlanishga, kechki sayrga chiqqanlar uchun. Bu cherkovning eshiklaridan bittasi. Bu eshik qurilganiga ko'p bo'lmabdi. Bu yerda qaraladigan bo'lsa, o'sha sloveniyalik aholini tarixi buni tasvirlangan ekan, ya'ni o'sha oldinlari bularni pagan bo'lganligi, shunaqangi dini paganizm bo'lganligi, keyinchalik xristianlik diniga o'tgani va undan keyin bu yoqda ritsarlar tasvirlangan va bu ritsarlar o'ng tarafda ko'rib turibsizlar, otliq, bu ottomanlar, ya'ni Usmonlilar imperiyasiga qarshi kurashgani. Bu kurash 200 yil davom etgan. Usmonlilar bosib olmagan bu hududlarni, lekin o'sha Sloveniya xalqi uchun eng qiyin bo'lgan davrlardan bittasi shu ekan. Va bu yoqni qarasanglar, tepada bittasi qarab turibdi. Bu Rim papasi ekan, ismidan chiqib qoldi kimligi. Va yaqinda bo'lib o'tgan ish bu. Shu Rim papasi shu yoqqa kelganligi uchun shunaqangi bir ramziy ma'noda eshikka uni rasmiy tepasi qo'yilgan ekan va shu eshik aynan o'sha Rim papasi kelgan payti o'rnatilgan. Xo'p, yana bitta narsa, hozir aytganimdek, bu eshikdagi tasvirlanganlar Usmonlilar imperiyasi deb. Hozir biz chiqadigan qasr ko'rsanglar bo'ladi mana tepada. Mana shu tepalikdagi qasr aynan shu Usmonlilar imperiyasidan himoyalanish uchun qurilgan qasr. Ko'rsanglar bo'ladi, Yevropada shunaqa ko'chada uxlab yotadiganlarga ham duch kelib qolasizlar. Bu Lyublyananing town holi, ya'ni hokimligi desa ham bo'ladi, shahar hokimiyati. Sizlar ko'rib turganinglar, birinchidagi Yevropa Ittifoqi bayrog'i, ikkinchidagi Sloveniya bayrog'i, uchinchidagi Lyublyananing bayrog'i. Bunda o'sha qasr va ajdarxona rasmi bor o'rtasida.
Bu Lyublyana shahridagi ko'priklarning yana bittasi. Bu ko'prikni boshqalardan farqli jihati bu ko'prikni qadimiyligida va uni ma'lum bir maqsadda ishlatishgan. Xo'p, bu ko'prikda novvoylarni jazolashgan. Qaysi novvoylarniki? Kimdir o'sha bug'doy narxi o'zgargan payti nonlarni og'irligini o'zgartiradigan bo'lsa, masalan, xamirni kamroq qilib, kichikroq non yopib sotadigan bo'lsa va uni kimdir bilib qoladigan bo'lsa, o'sha novvoylarni jazolash uchun ularni temir qafasga solib, mana shu ko'prikdan daryoga solishgan va ozginadan keyin ko'tarishgan. Xullas shunaqa qilib qayta solib ko'tarib o'sha novvoylarni jazolashgan, lekin o'ldirishmagan ekan. Bu bino Lyublyana universitetining asosiy binosi. 1902-yilda qurilishi bitkazilgan ekan. Bu binoni e'tiborga molik tarafi uni balkoni. Mana shu balkonda 1945-yil may oyida Germaniyani taslim bo'lganligi haqida Yugoslaviyani prezidenti Tito chiqib nutq so'zlagan ekan va u o'sha payti aytadi, biz o'sha Germaniya ustidan, fashizm ustidan g'alaba qozondik, endi bizni yangi hayotga olib boradigan yangi strategiyamiz, yangi yo'limiz bor deydi va shundan keyin Yugoslaviyada kommunizm boshlanadi. Mana shu orqamdagi balkonda boshlangan kommunizm xuddi mana shu joyda, mana shu maydonda oxiriga, nihoyasiga yetadi. Kommunizmdan to'yib ketgan aholi qo'zg'olon ko'taradi va o'sha qo'zg'olon hokimiyat ustidan g'olib chiqib, kommunizm ag'dariladi. O'sha binoni uzoqroqdan ko'rinishi va men hozir aytib o'tgan qasr. Biz qasrga chiqishimiz kerak. Qasrga chiqish uchun 3 ta yo'l bor. Birinchisi mana shu funikulyor, ikkinchisi piyoda chiqib borish kerak. Ko'rib turibsizlar qanchalik balandligini. Uchinchisi mashinada borsa bo'ladi. Funikulyorda chiqish 30 euro ekan. Chiqishni o'zi, agar tushishga ham olinadigan bo'lsa 6 euro. Men faqat chiqish oldim. Tushishga ko'raman o'zim. Mana bu funikulyorning eng baland joyi. Ko'rishingiz mumkin, u to'g'ri tarafdagi binolar va yana mana bu binolar. Bundan tashqari, u nariroqda yana bitta turibdi, o'zi ko'rinib. Kulrang yoki qora binolar. Shu binolarning hammasi Yugoslaviya kommunizmi vaqtida qurilgan. Ranglaridan o'zi ajratib olish mumkin. Qora, oq, kulrang juda ham bir ko'rimsiz binolar. O'zimizdagi sovet paytida qurilgan binolarga o'xshaydi. Hech qanaqangi bir dizayniga, ranglariga yaxshi e'tibor berilmagan, shunchaki qurib tashlab urgan hammasini. Bu shaharda shunaqangi binolar kamligini sababi bu shahar urush payti bombalanmagan. O'shaning uchun ham shaharni o'sha o'rta asrlar davridagi, Gabsburglar davridagi katta qismi saqlanib qolgan. Shuni hisobiga ko'p bino qurish shart bo'lmagan shaharda. O'shaning uchun ham Yugoslaviya kommunizmi vaqtida unchalik ham ko'p bino qurishmagan. Asosan o'sha o'rta asrlarda qurilgan binolardan foydalanishgan. Va bu binolar hozirgi kunda ham saqlanib qolgan, ko'rishingiz mumkin. O'shaning uchun shahar ancha chiroyliroq. Masalan, kecha Zagrebda bo'lgan bo'lsam, bu yoqda juda ham ko'p binolarni ko'rdim.
kommunizm vaqtida qurilgan va u narsa shunchaki tarix bo'lgani uchun olib qo'yishgan, lekin gapni ochig'i unchalik ham chiroyli emas. Bu zambarakni ko'ryapsizlar. Bu yoqqa adashmasam muzeyga kirish qismi, lekin muzeyga kirib o'tirmaymiz. O'zi bu yerlarda birinchi binolarni Rim imperiyasi qurgan, bu tepaliklarga. Bu qasrdan himoya maqsadida foydalanish o'sha Usmonli turklar hujumlaridan keyin boshlangan. Undan oldin ham shunaqangi qasrga o'xshagan binolar bo'lgan, lekin bu darajada qurollangan, katta devorlari, minoralari bor bo'lgan qasr bo'lmagan. Faqatgina o'sha Usmonlilarning hujumlaridan keyin shunaqangi katta qasr qurishgan. Keyinchalik Yugoslaviya davlati bu yerda o'sha hokimiyatga kelganidan keyin bu yerda hattoki kambag'allar uchun yashash joyi sifatida ham foydalanilgan, chunki qasr kerak emas, lekin odamlarga uy kerak bo'lgan. O'sha payti odamlar yashagan va undan keyin hattoki qamoqxona maqsadida ham foydalanilgan. Bu yoqda mahbuslarni ushlab turishgan. Hozir gapirib turgan vaqtim orqa fonda mana hozir shunaqangi ovozlarni eshitayotgandirsizlar, yosh bolalarni va o'smirlarning ovozlarini. Bular italiyalik maktab o'quvchilari. Menga yoqmaydigan tirik jonzotlar ichida bitta tur bular ham. Bular jim o'tirmaydi. Nima deydi? Harakat nuqtai nazaridan ham, og'zi ham. Xullas, nimadir qilib turadi, bir qo'li qichib boshqa qilib yoki tinmasdan gapirib turadi, bir sekinroq gapirishni bilmaydi. Bular birovga xalaqit beraman degan narsa yo'q bularda. Masalan, Padoada avtobusga yoki tramvayga chiqib qoladigan bo'lsangiz, ichida bir 4 ta italiyalik bir 15-20 yashar o'rtasidagi bola bo'lib qoladigan bo'lsa, Xudo sabr bersin sizga. Bu kamonchilarning xonasi ekan, lekin ko'proq vinochilarning xonasiga o'xshayapti. Mana shu joylardan kamonchilar, to'pchilar o'q otishgan, lekin bu yoqqa nimaga vino olib kirib qo'yishgan, unisiga hayronman. Bu yoqda yana teparoqqa chiqib ketadigan zinalar bor. Bular yangi zina, keyin o'rnatilgan. Bu yoqni yopib qo'yishibdi. Qasrda juda unaqa ko'radigan narsalar ko'p emas ekan. Qasr yarim pulli, yarim tekin ekan. Tekin qismini aylanib qaytdim. Pulli tarafiga kecham bo'lib qoladi, o'zi quyosh botishni boshlayapti. Keyin o'zi pul to'lab kirsanglar ham bu yoqda baribir unchalik narsa ko'p emas ekan ko'radigan. Shunga qaytib qo'ya qoldim. Funikorni ham faqat tepaga chiqish uchun olgan edim, endi pastga sekin tushib boryapman hozir yo'lda. Hozir Lyublyana shahridagi avtonom madaniyat markazi degan joydamiz. Nomi Metelkova. Devorlarda qarasanglar har xil graffitilar chizib tashlangan. Mana bu tarafda ham shunaqa. Xo'p, bu joy o'zi aslida 19-20 asrlarda Avstriya-Vengriya imperiyasini askarlari uchun turar joy bo'lgan, harbiy bazasi.
keyin Avstriya-Vengriya imperiyasidan keyin o'sha Yugoslaviya paytida ham bu joydan maqsadlarda foydalanishgan, lekin asosan o'sha o'zini funksiyasida qolgan harbiylar turadigan joy bo'lib. 91-yilda Sloveniya mustaqil davlat bo'lgandan keyin bu joyni buzib tashlamoqchi bo'lgan, lekin aholi, xalq qarshi chiqqan bu qarorga va bu joyni saqlab qolishgan. Keyinchalik bu joyga shunaqangi grafitilar chizish, har xil narsalar yasash, masalan mana bunga o'xshagan ommalashib ketgan. Bu joydan o'sha erkin ijod joyi sifatida foydalanishar ekan. Hamma kelib shunaqangi rasm chizadi, har xil narsalar o'rnatib ketadi, mana shunaqa. Bu joyda kunduz kuni odam kamroq bo'lar ekan. Asosan kechasi bu yoqda diskotekalar, tungi klublar borligi uchun odam ham ko'proq bo'ladi. Hozir hovlida odamlar aylanib yuribdi, lekin odam unchalik ko'p emas. Bu yoqda mana sal chiroyliroq grafitilar chizishibdi kitoblar bilan, lekin baribir buni ham xunugini chiqarib yozib ketishibdi har xil. Mana bu arendaga olingan velosiped. O'sha 1 euroga olingan. Xo'p, hech qanaqa tiq etgan ovoz chiqmayapti. Yo'lni ham ko'rib turibsizlar mana. Tekis alohida trotuardan mashina yo'ldan ham alohida ajratib qo'yilgan. Hop, endi buni joyiga sizlarga o'zim turgan joyga ham ko'rsatib qo'ying. Hop, 108-xona bizniki. Hozir bu yoqdan QR kodini telefonda ko'rsatib ochaman. Qaranglar xona. Yopamiz. 18 gradus bu menimcha xonani issiqligi. Ham yotadigan joyimiz. Tak yodini ekan. Görünür. Shunaqa ekan. Qalay, zo'r. Tepadan kichkinaga o'xshab ko'rindi, lekin double size. Bugungi sayohatimiz Bled ko'lida davom etadi. Ljubljana shahridan avtobusda 1 soatlik yo'l. Soat 12. Bu ko'lning o'rtasida orol va qasr bor. Chekka tarafda ham tepasida qasr joyi bor. Taxminimcha bu ko'lni aylanib chiqish uchun 2-3 soat vaqt ketsa kerak. Shuni aylanib chiqsam, keyin yana qaytib ketsam bo'laveradi. Mana bu ko'l. Hamma yoqda italyanlar. To'g'ridagi hamma shovqin shundan kelyapti. Mana bu tepadagi qasr.
suv juda toza. Suvni tegi ko'rinib turibdi. Muzdek suv. Sovuq juda ham. Ko'lni bo'yi, tog'ni tagi. Shunga sovuq bo'lsa kerak deb qalin kiyib olgan edim. Yo'q, havo ancha issiq. Kurtka ham qo'limga ushlab olganman. Ko'lni bo'yida shu uy. Nima deb o'ylaysiz? Qancha turadi? Shunda balkondan qarasanglar, yog'i ko'l. Bu tunnelni tog'ni shunchaki teshib qo'yishgan. Hech qanaqa armatura, sement va boshqa narsalar bilan mustahkamlanmagan, lekin qachon qilingan bilmadim, mana ishlab turibdi hozirgacha. Menimcha ham buzilmasa kerak. Mana bu qayiqlarda o'sha orolga borib qaytish 20 euro. Lekin bormoqchi emasman. Xohlasanglar boringlar. Hozir bitta narsani bilib qoldim. Kameraga Polaroid linza qo'yiladigan bo'lsa, ancha yaxshiroq ko'rinar. Oddiy Polaroid ochik. Qancha bor ekan shu? Ko'lning eng toza joyi mana shu bo'lsa kerak. Suvning rangidan ko'rinib turibdi. Ko'lni narigi tomonidan qaytishni boshladim. Yo'l bu yoqda faqat piyodalar yuradigan joy. Velosipedda yoki samokatda yursa ham bo'ladi, lekin mashina yurish mumkin emas. Ko'pchilik shu yoqda yugurib, mashq qilib yuribdi. Bu orqa taraflaridan har xil barlarga, restoranlarga, kafelarga chiqsa bo'ladi. Ko'lni yaxshiroq ko'rish ham mumkin shu tarafdan. Har qadamda bunaqa skameykalar turib dam olish uchun bemalol. Bu olimpik eshkakli qayiqlarni klubi ekan, lekin eshkakli qayiqning o'zi yo'q. Eshib ketishgan menimcha. Naryoqda qayiqlar turibdi, lekin ular motorli qayiq emas.
Mana shu tepalikda qasr bor. Buni kimdir boshqaryaptimi yoki o'zi dasturlangan shu joyni plani bilan. Manimcha bu o'tiryapti. Xalaq beramiz. Cherkov halidan beri qo'ng'iroq chalayotgan. Boshlagan joyimizga o'zi kelib qoldik. Mana biz kelib to'xtagan joy. Shu avtobusda yana qaytamiz. Bir, ikki, uch boshladik. Odamzod o'sha hayvonlarni ov qilib, o'shanda kim bu yoqqa turistlar kirishi chiqib bo'ldinglar nima qilasiz degan. Xo'p, bu Sant Nikolas muzeyi, avay, nima deyapman? Bu Sloveniyadagi, bu Lyublyana shahridagi yana bitta ko'priklar. Har xil ovozlarni eshitgan. Olimpik eshkakli qayiq deydimi? Eshkak eshish. Xullas qana shunaqa qayiq, eshkakli qayiq klubi ekan, lekin